Omaq balalar, xush geldinglar. Dünyanın her qaysi joylaridan meni anglayotgan tatlıq balalar. Sizlarni ko'rmasammi, hammanglarni intayin yaxshi ko'raman. Yana nihoyat hayajonliq alayda bir bölümde sizlar bilan birga bo'lamiz. Payg'ambarimizning hayotini anglitishni davom qilamiz. Hayajon bilan saqlayotgan edinglar, shundaqmi balalar? Bilaman. Haqiqatan hammanglar qaltis balalar. Bu bölümde söyümlük Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ның tug'ilishini anlataman. Undaqda derhal başlayalımı? Başlaylamsa, gül bu vaqt tug'ildi. Peygamberimizning cho'ng dadisi Abdulmutallibning 10 o'g'li bo'ldi. Bo'libmi 10-o'g'li Abdullah, ya'ni Peygamberimizning dadisi alayidliklar bilan boshqa o'g'illardan bakmi farqli edi. Nihoyatda go'zal bir axloqqa ega bo'lish bilan birlikda bakmi adablik, iffetlik edi. Hamda nihoyatda go'zal, nurliq bir yuz bor edi. Abdulmutallib uni bakmi yaxshi ko'ratdi. Hamda doim yinida billa ilib yuratdi. Abdulmutallib to'y qilish ishiga yetib qolgan Abdullahni o'ylik o'choqliq qilib qo'yishni o'yladi. Bu sabab bilan Vaqib ismli bir oqsoqolning uyiga keldi. Maqsadi Vaqibning qizi bo'lgan Aminani o'g'li Abdullahga so'rash edi. Amina Makkaning eng jamoatlik va go'zal, axloqli, hayoliq qizi edi. Aminaning dadasi Abdulmutallibning talviga ma'qul bo'ldi. Shundoq qilib Abdullah bilan Amina to'y qilib uy qurdi. Bu uy insonlarning kutayotgan eng oxirgi payg'ambari Muhammad alayhissalomning dunyoga kelgan uy bo'lgan edi bolalar. Peygamberimizning dadisi Abdullah tijorat qiladi. Kunlarning birida bir karvon bilan tijorat uchun Madinaga yo'lga chiqdi. Madinaga yaqinlab qolganda bek og'rib qilib, uzun o'tmay shu yerda olamdan o'tdi. Ya'ni payg'ambarimiz dunyoga kelmay, dadasi o'lib ketgan edi bolalar. Peygamberimizning dadasi Abdullah o'lib ketgan vaqtda texi 25 yosh edi. Bu qayg'uli xabar derhal Makkaga yetib keldi. Abdulmutallib va oilasi nihoyat qayg'urdi, ko'ngli yerim bo'ldi. Amina nihoyat yaxshi ko'rgan yo'ldosh uchun kunlarcha ko'z yosh qildi. Bu vaqtda Amina eng oxirgi payg'ambarimizga homil edi. Homililikda bo'ladigan hech qanday qiyinchilikni beshdan o'tkazmagan edi. Nihoyat oson, rohat o'tkazgan edi. Bu mezgilda ajoyib bir ish yuz berdi. Amina uyda orom olayotgan bir kuni mundaq bir ovozni angladi. Shubhisizki sen insonlarning ustoziga homil bo'lding. U dunyoga kelganda bir Allohning qo'g'dishiga topshirman deb ismini Muhammad qo'y. Bu ko'rgan ishlar uningga bek ta'sir qildi. Chunki insonlarning ustozi deyish orqali nim demoqchi bo'lganini tushunmadi. Ham Muhammad degan ismmi to'nigan bir ism emas edi. Pil vaqasidan taxminan 50 kun o'tib, tarix 571-yili 4-oyning 21-kuni dushanba degan Amina insonlarning kutayotgan eng oxirgi payg'ambarni dunyoga oprida qilgan edi. Suyimlik bolalar, payg'ambarimiz tug'ilgan vaqtida nihoyat g'alit ishlar yuz berdi. Payg'ambarimiz tug'ilgan uy odatdan tashqari nurlanib, hamma yer ko'zni qamashtirgudek yorib ketdi. Bu vaqtda boshqa yerlardami ajoyib ishlar yuz berdi. Gul bu vaqt tug'ilgan kun Ka'badagi butlarning hammasi yerga tushgan edi. Tushunaldinglarmi bolalar? Irondagi podshoh Kisroning saroyi nihoyat kuchli ovoz bilan tavirdi va 14 tal turk yiqilgan edi. O't qishindigan majusiylarning 1000 yildan beri hech o'chmagan o'ti birdilla o'chib qoldi. Yana muqaddas deb qaralgan Savo ko'li yerga cho'kib yo'qolib ketdi. Aslida bütün bular batil, ya'ni xato bo'lgan ilohlarning yer bilan yekson bo'lganligini ko'rsatdi. Bu vaqtda Abdulmutallibga bir nevrisining dunyoga kelganligini xabar qildi. Abdulmutallib shunchalik xushal bo'ldiki, darhol Aminaning uyiga keldi.
güldek xush puraq puravatqan nevarisini qo'liga ilib, ko'z yoshlarini tutolmadi. Chunki quchqidagi bovoq noit yaxshi ko'radigan o'g'li Abdullohning dadisiz qolgan bolasi edi. Bu asnoda Gül bovoqning dumbisidagi cho'ng bir tug'ut hammaylarning diqqatini tortdi. Omaq bolalar hech kishi bu dog'ning payg'ambarlik belgisi ekanligini bilmaydi. Endi payg'ambarimizning ismini qo'ydigan vaqt keldi. Amina Abdulmutallibga homil ekan anglagan so'zlarini dedi. Abdulmutallib bu sababdan itini Muhammad qo'ydi. Abdulmutallib nevarisini quchqiga ilib Kabe'ga keldi va Allohga uzun duo qildi. Shundoq qilib, güldek xushpuroq bovoq payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dunyoga keldi. Bu bölümimiz mush yerda tugadi bolalar. Mush yergacha angladinglar uchun hammanglarni yurkim bilan quchoqlayman. Endi nima ish qilamiz bolalar? Payg'ambarimizning tug'ilgan hikoyasini uydagilarga, do'stlarimizga so'zlab beramiz. Unutmanglar hamsa, hammanglarni Allohga topshirdim. Xushvaqt bo'linglar.